Hijoblanishni o'ylashayotgan, ammo uningga hech jasorat qilolmayotgan agashkuchilarimizga nima deyishni xohlaysiz? Daim so'rilgan savollar. Nimishqa yig'liq artsan, nimishqa cho'chqa go'sh yemaysan, o'zingning davlatiga qaytib ket, boshqa yerlarga ket, bu yerga islomni elib kelma. O vaqtlarda bir xristian do'stim bor edi. Uning bilan paranglashgandan keyin u meni qiziqtirdi. Acaba o'qituvchilarim nima deb qala, savodoshlarim nima? Hijob hech qanday narsaga to'sqinlik qilmaydi. Nurg'un kishilar arzu qiladigan to'r cho'pon bo'lishni tavsiya qilamsiz? Men bek duo qilgan edim. Allohim meni to'g'ri bir yerga boshlag'inki, u yerda menga islom to'g'ri shaklda o'rgatilsin. Hümeyra, hoş geldiniz. Uxra İstanbul kanalından ziyaret kılıvatımız. Aval özünüzü bir tanıştırı etemsiz. Rahmet, mening ismim Hümeyra. 20 yaşga kirdim. Germaniyada tug'ilib, shu yerda cho'ng bo'ldim. Tigim Türk, dadam Tokatdan, anam Malatyadan. Burun bovam Germaniyaga ko'chib berib, shu yerda yerlashib qolgan ekan. Men 2 yildan buyon ijtimoiy taratqularni aktiv qo'llanyapman. 2020-yili TikTok ishlatishga boshladim. TikTokdagi ismim Homi. Keyin Instagramga o'tdim. Ondan keyin YouTube'ga narsa chiqardim. Hümeyra, siz g'ayrimuslim bir davlatda tug'ilib, cho'ng bo'ldingiz. Acaba diningiz haqida ishkilinib qolgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Alhamdulillah, undaq bir ahvol bo'lmagan. Chunki Germaniyada yashagan vaqtimda dinimni texim qo'g'daytdim. Uningga ega chiqatdim. Sinfda bir talla musulmon bo'lganligim uchun dinimni texim qo'g'dab, uningga ega chiqishga tirishatdim. Germaniyada musulmon ko'p bo'lmag'achqa, dinimizni texim chingtirib, uningga ega chiqishga tirishatdik. Ba'zilar haqiqatan dinini yashaydi, ba'zilar yashamaydi. Bu ahvolni Turkiyadagiga o'xshash desakmi bo'ladi. Masalan, bu yerdami hammalar musulmon, ammo ba'zilar dinda mustahkam, taqvodor, ba'zilar bo'lsa o'z xohishi bo'yicha yashaydi. Germaniyada shuningga o'xshash. Agar qayerda tug'ilishni tanlash imkoniyatingiz bo'lgan bo'lsa, neni tanlagan bo'lardingiz? Yana Germaniyani tanlagan bo'lardim, chunki u yerning mayli dinimda bo'lsin yoki shaxsiy turmushimda bo'lsin, tuhfasi chong. Bu yerda biz dinimizga haqiqatan ega chiqa olamiz. Doim so'riladigan savollar, ya'ni nimishqa yig'liq atsan, nimishqa cho'chqa go'sh yemaysan. Bu savollar doim so'riladigan bo'lg'achqa, kichigimdan tartib u savollarga javob bera oladigan bo'lishim kerak edi. Yevropadagi maktabingizni tashlab, Turkiyadagi madrasaga kelishdagi maqsadingiz nima? Udulli desam, men to'liq o'tirni bitirgandan keyin Germaniyada 1 yil islomiy bilimlar fakultetida o'qidim. Germaniyada islomiy bilimlar fakultetida o'qish haqiqatan qiyin, chunki islomni eng to'g'ri shaklda o'rgatmaydi. Sana to'g'rinimi, xatonimi bir yerda o'rgatadi. Qaysining to'g'ri ekanligini o'zing tanlashing kerak. Mening o chaqda qaysining xato, qaysining to'g'ri ekanligini ayriyaligidek darajada bilimim yo'q edi. Men bek duo qildim. Allohim, meni to'g'ri bir yerga boshlab borginki, men u yerda islomni to'g'ri bir shaklda o'rganay. Men o qadar ko'p duo qildimki, u yerni tashlab tuyuqsiz bir qarorga kelib, bu yerga Qur'on kursiga keldim. G'ayrimuslim bir davlatda tug'ilib turib, hijoblanish qarori qanday kelgandingiz? Oilangizga sizni qo'lladimi? 13 yoshimda yig'liq atdim. Yillar mobaynida u yerdagi masjidlarda dars olganligim uchun hafta oxirlar yig'liq atib, uzun kiyim kiyatdim. Shuning uchun buningga oz to'la ko'nib qolgan edim. Hijoblanishga qaror bergan vaqtimda 8-sinfga chiqqan vaqtim edi. Ya'ni yoz mezgili edi. Onam shu chaqda menga chetga qilib qolasanmi degan edi. Men shu chaqda acaba o'qituvchilarim nima deb qala, savodoshlarim nima deganlarni o'ylagan edim. Anam 10-sinfga chiqqanda hijoplansang bo'lmasmi deganda, men o'zim obdan bilaman. 10-sinfdan keyin xarakterim yetilib bo'ladi. O chaqda hijoblanish menga texim og'ir keladi. Shunga yaxshisi hozirdan boshlab hijobim bilan cho'ng bo'lay degan edim. Haqiqatan shunday bo'ldi. Xuddi hijobim bilan xarakterim yetilgandek his qilatdim. Hijobning haqiqatan cho'ng bir foydasi bor. Chunki har vaqt diningni, Rabbingni o'ylaysan. Masalan, Germaniyada azon ovozini anglag'il bo'lmaydi. Bu yerda Allohni aslatadigan narsalar intayin az. Yig'liq artishga boshlashdan burun do'stlarimning menga bo'lgan muomalasining o'zgarib ketishidan qo'rqqan edim.
Bu vaqtlarda bir Hristiyan dostum var idi. Onunğa məsləhət salsam, o meni qiziqtirdi. Elhamdülillah, onun meni qiziqtirishi bilan hijablandim. Hijablanib tunji sirtqa chiqqan vaqtingizni eslab beqing. Shu chaqda qanday hissiyatda bo'lgandingiz? Sirtqa chiqqanimda o'qituvchilarim nimada deb nayt qo'rqqan edim. Ammo ular intayin normal muomala qilgan edi. Hayron qilib qarabmi qo'ymagan edi. Alhamdulillah, aksicha bir muomalaga yo'liqmagan edim. Odatda sirtqa chiqqanda yuzingizni yugmaydi ekansiz, ammo ijtimoiy taratqularda yugib olishingizning sababi nima? Özümni qo'g'lash maqsadida shunday qilaman. O'tganda mundaq bir ishga duch kelib qoldim. Do'stim bilan sirtqa chiqqan edim. Do'stimni ijtimoiy taratqularda xeyli aktiv. Bir odam kelib, "Men sizlarni bir yerdan tanıyman" dedi. Bu bir g'alati tuyg'u, haqiqatan g'alati. Men undaq bir tuyg'uda bo'lishni xohlamayman. Mening ijtimoiy taratqularda aktiv bo'lishdagi maqsadim islomni tarqitish, shu orqali da'vat qilish. Mening shaxsiy narsalarim muhim emas. Shu sababdan hozir mushunda qilishni, ya'ni yuzimni yo'gashni munosib ko'rdim. Balkim keyingi kunlarda boshqa usullar bilan qilishim mumkin, lekin hozircha pek aniq emas. Sizningcha hozirgi jamiyatimizda hijoblanish ayollarning turmushiga to'sqinlik qilamdi? Hijab hech qanday bir ishga to'sqinlik qilmaydi. Haqiqatan qaysi sohada qobiliyating bo'lsa, hijobing bilan o qobiliyatingni joriy qildira olaysan. Ammo hammasi Alloh halol qilgan doira ichida bo'lishi kerak. Voleybol bo'lsin yoki rassomlik bo'lsin, hammani qila olaysan. Sizningcha islomda ayollar tuvan ko'rilamdi va yoki oddiy narsa o'rinda ko'rilamdi? Qat'iy undaq emas. Masalan, qaraydigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayoli Hazrat Xadicha yuqori martabaga ega edi. Musulmonlar boyqut qilinganda Hazrat Xadicha butun mol-mulkini musulmonlar oshqanmasin deb sotdi. Ular haqiqatan tuvan ko'rilmaydi. Hijoblanishni o'ylashayotgan, ammo uningga hech jasorat qilolmayotgan agashkuchilarimizga nima deyishni xohlaysiz? Her bir kız hijablanishdan burun albatta ansiraydi. Masalan, men mu atrofimdagilar nima deb qoladi deganda xiyollar bilan ishkilinib qolgan edim. Ammo hijablangan qizlardan nachar muomalaga duch kelib baqdingizmi deb so'rganimda ularning javobini olib, haqiqatan ko'p o'ylab, o'zimni hardirib, bekor vaqtimni isrof qilganligimni his qildim. Hijablanishning inson hayotiga bek ko'p foydasi bor. Masalan, ba'zida imonimiz intayin ojizlab ketadi. Mundaq bir so'z bor-ku, imonning ikki puti bor, tuyuqsiz teyilib ketadi deydigan. Shuningdek, ba'zi imonimiz kuchlanib, ba'zi ojizlashib qolishi mumkin. Ammo imonimiz eng ojiz nuqtaga kelib qolgan vaqtlarda hijoblik bo'lsang, har vaqt diningni, Allohni o'ylaysan. Ya'ni hijoblanishdagi asli maqsadimiz Allohning roziligiga erishish bo'lishi lozim. Burun g'irim qilatdingiz. Acaba uningni qanday voz kechdingiz? Nurg'un qizlar mushu masala ustida qiynaldi. Acaba ularga beradigan bir tavsiyalaringiz bormi? Burun haqiqatan bek g'irim qilatdim. Hatto ijtimoiy taratqularga chiqqandan keyin texim qiladigan bo'lib ketgan edim. Beshida g'irimni oz qilishga tirishdim. Qadamma-qadam ozlatib mangdim. Shu jarayonda bir hadis o'qidim va uningdan keyin g'irim qilishni butunlay tashladim. Hatto butun g'irim buyumlarimni bir xaltaga silib, ko'zimga cheliqmaydigan yerga ip qo'ydim. Ba'zida halol doiradan chiqib ketmaydigan shaklda g'irim qilatdim. Nomahram bilan uchrashmaydigan ish bo'lsa, albatta g'irim qilsak bo'ladi. Bizni biz qiladigan, bizni qimmatli qiladigan asli bizning farqimiz. Ammo biz buni ko'pincha vaqtlarda asdan chiqarib qo'yamiz. Bizning tabiiyligimiz eng go'zal holatimiz. Dunyo taraqqiy qilgan sari insonlar tushkunlikka ketib menyotdi. Hatta o'zini o'ltirib olganlarning soni ko'payib ketdi. Sizningcha buning sababi nimadi? Albatta buning nurg'un sabablari bor. Har bir insonning o'ziga tushlik sababi bo'lishi aniq. Ammo inson maqsadsiz yashasa haqiqatan tushkunlashadi. Chunki bir maqsad uchun yashash bizning insonlik tabiatimizda bor. Biz cho'qim bir narsaga bog'lanishimiz lozim. Yobdun, Türkçe qulluq qilish, İngilizce selif deyiladi. Arabchadagi kalimalarning birdan ko'p ma'nosi bo'lganligi uchun İngilizchadagi selif pulning qo'li degan ma'noda keladi. Bizning hayotimizda Alloh uchun bir o'rin bo'lmagan bo'lsa, bizmi pulning qo'li bo'latdik. Puli az qolsa inson tushkunlashadi. Yana kelib men shunday o'ylayman. Yana u kishilarning hayotida Alloh uchun bir o'rin bo'lmag'achqa tushkunlashishi aniq. TikTokda 1 million agashkuchingiz bor. Bu sizga qanday his qildirdi? Nurg'un kishilar arzu qiladigan tor cho'pon bo'lishini tavsiya qilamsiz? Faqat go'zal narsalarni ham bahirlashga tirishishing kerak. Chunki nurg'un kishilarga o'rnak bo'lmasang bo'lmaydi. Bu ish og'ir bir mas'uliyat talab qiladigan ish. Masalan, gunoh bo'ladigan bir ishni ham bahirlab qilmasliging kerak degandek.
TikTok'ni 2020 yılı 1 ayda işletishga başladım. O vaqtda korona vaqti edi. Sirtqa chiqqanmaydik. Davamlıq öydülü boğaşqa jiq narsalarni ham bahrilamaydim. Şuna əgəşkiçilərim bək köp emas idi. Tor çalpını buluşunu tavsiye qılamsız degende elbette yo'q, tavsiye qilmayman. Nemişqi desangiz, bu haqiqatan ağır məsuliyyət talab qiladigan bir iş. Masalan, siz bir günah ishni ham bahrilasangiz, onu ko'rgan yana birisi shu ishni qilsa, o kishining o gunohni ishlashiga siz sababchi bo'lgan bo'lasiz. Siz vafot bo'lgandan keyin o kishi o gunohni qilishga davom qilsa, uning gunohi sizga yezilib mangadi, garchi qabrida bo'lsangizmi. Shunga tavsiya qilmayman. İctimai taratqularni qo'llangan kishilarmi intayin diqqat qilish kerak. Hayatınızda duş kelgan biror masala sababli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ma'naviy bir bog' o'rnatib baqdingizmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Rabbimiz tarbiyaladi. Ota-onasi o kichik vaqtida vafot bo'lib ketgan. O doim yolg'iz edi. Albatta buvisi, tag'isi uning yanida edi, ammo yanil yolg'iz edi. Men doim o'z-o'zimga Rabbimiz doim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yanida edi. Sen albatta yolg'iz emas. Alloh har vaqt sen bilan billa. Mungdishadigan hech kiming bo'lmasa, Rabbing bilan mungdash deb turaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotidan bir kunni ko'rish imkoniyatingiz bo'lgan bo'lsa, qaysi kunni tanlagan bo'lardingiz? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotining har bir minuti haqiqatan bak qimmatlik. Ammo men Tayyibga chiqqan vaqtni tanlagan bo'lardim. O intayin mushaqqatli bir safar edi. Men shu kundagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mehribonligini ko'rishni xohlaydim. Makka davrida musulmonlar nurg'un qiyinchiliklarga, haqorat, masxirlarga, boyqut qilinishlarga duch keldi. Dal uningdan keyinla qayg'u yili keldi. Musulmonlar boyqutdan qutulganligiga xursand bo'lishqim ulgurmadi. Qayg'u yilidan keyinla Tayyib safarga chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o kadar qiyin kunlarni boshdan kechirgan ediki, Makkadan 120 kilometr yiroqlikdagi Tayyibga faqat insonlarni islomga da'vat qilish uchun borgan edi. Tayyibdagilar islomga kirgili unmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyma-uy kirib da'vat qilgan bo'lsa-mu, hech kim islomni qabul qilmadi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safardishi bilan bir daraxtning ostiga kelib o'ltirdi. Onun yeniga bir farishta kelib, "Xohlasang bu kishilarni Allohning izni bilan halok qilib etay" deganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning hidoyatiga duo qildi. U vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beddua qilgan bo'lsa, ular halok bo'lib ketadi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq qilmadi. Men shu vaqtda u yerda bo'lishni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mehribonligini ko'rishni xohlagan bo'lardim. Agar oxirat safaringizda sizga hamroh bo'lish uchun Rasulullohning sahobalaridan birini tanlash fursatingiz bo'lgan bo'lsa, qaysisini tanlagan bo'lardingiz? Men Hazrat Umarni tanlaydim. U menga qilgan ishimning to'g'ri xatoligini aniq deb beradi. Shunga uni tanlaydim. Agar musulmon bo'lmagan biriga islomni tushuntirmoqchi bo'lsangiz, tunji jumlangiz nima bo'lgan bo'ladi? Islom marhamat dini deydim. Haqiqatan hamma narsada, hamma ishimizda marhamat bor. Masalan, qaraydigan bo'lsak, birisi ro'za tutolmaydigan ahvolda bo'lsa, uning boshqa tanlashi bor. Buni qilmasang, buni qilsang bo'ladi deydigan nurg'un tanlash bor. Shuning uchun bu jumla bilan boshlaydim. Oxirida shuni so'rab baqayli, agar kishilarga so'z qilish uchun 1 minut vaqt bergan bo'lsak, nima degan bo'lardingiz? Angliq yashashini va angliq yashashni o'rganishini aytdim. Alloh bizni har vaqt ko'rib turadi. Nimishqa boshqalarning roziligi uchun bir ish qilamiz. Hozirgi jamiyatda insonlarning roziligi muhim o'ringa qo'yiladi. Ammo biz uchun Allohning roziligiga erishish eng muhim. Ammo buni biz doim unutib qolamiz. Shunga texim sagih bo'lishimiz lozim. Har bir tema haqida izlanishimiz lozim. Bir musulmon qanday yashashi kerak? O'zini qanday taraqqiy qildirish kerak? Tarix, san'at va yoki fan bilimlari bo'lsin, bir sohada o'zimizni taraqqiy qildirishimiz lozim. Hozirgi jamiyatda biz musulmonlar hammamiz bekli ho'rilishib ketdikki, biz bu telefonlarni, ijtimoiy taratqularni kuchimizning yetishicha, vaqtimizni foydali ishlarga angliq bir shaklda ishlatishimiz lozim. Ya'ni vaqtimizni texim angliq holda o'tkazishimiz, har vaqt qo'l ekanligimizni esimizdan chiqarmasligimiz lozim.
Bugün Uxra İstanbul kanalında boldum. Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir sohbet oldu. İnşallah hammamizga foydaliq bo'lg'usi. Texim ko'p videolarning ishlanishi uchun bu kanalga ergashib, yurak berib inkos yozg'aysizlar.